22 dekabr 2025-yil kuni soat 21:25 da Milliy telekanalida Tozalovchi serialining 121-qismi namoyish etiladi va bu qism tomoshabinni yana chuqur o'yga toldirishi bilan ajralib turadi. Bu sana oddiy efir emas, balki voqealar rivojida muhim bosqich sifatida seziladi. Tozalovchi seriali oddiy hikoya doirasidan chiqib ketgan. Unda tashqi sokinlik ortida kuchli ichki kurash, tanlov va javobgarlik mavzulari yotadi. Yangi qismda qahramonlar o'tmish bilan yuzma-yuz keladi. Bu esa syujetga yanada jiddiylik va hayotiylik bagishlaydi. Har bir sahna puxta ishlangan, dialoglar esa samimiy va ishonarli. Eng muhim jihati shundaki, serial tomoshabinga baland ovozsiz, ammo ta'sirli tarzda murojaat qiladi. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor, bu jumla butun mazmunni ifodalaydi. Aynan mana shu chuqurlik va ichki kuch Tozalovchini esda qolarli va qadrli loyihaga aylantiradi.